Boshlaymiz короче, ketdi, bo'ldi. Blogerlarning telefonining ichida nima bor? Bugungi mehmonimiz Zafar akam, Yo, aka-uka. hammalarga assalomu alaykum. Hormela, xullas bolalar meni telefonimni tutmoqchi. Hozir ko'ramiz. Nima bor ichida nima borligini. Men o'zimga ham qiziq. Ikkinchi odamimiz O'zimga ham qiziq deydi. bu bola kim deb o'ylasanglar, bu bola meni jiyanim bo'ladi. To'xtanglar. Tak. Boshidan boshlaymiz. What? Nima programmalar bor, nima bo'lyapti? Oxirida eng qiziq joyi sizni PMI'dagi обороtingizni ko'ramiz. Oyiga necha pul ishlatasiz? Oxirida ko'ramiz, chunki uni hozir kirsa ham mana bu videozapis ko'rsatmaydi. Ko'rsatmaydi. Da. Bo'pti, ketdi. Ha. Bu yerda nima programmalar bor? Chrome ham oxiriga. Poyskimi? Get out of here, man! Polni Ha, botli. Mana Just bor ekan. Justdan keyinar ekansiz, pulni o'sha paytda kiyinardi. Nakopительный такой. Da, necha pul yig'ilgan bu yerda? Bilmadim, sumka olgandim-ku. Undan keyin menimcha kirmayapman beri. Shu City Mall ochilgandan keyin o'sha kirmayman. 4,5 millionlik shot bo'lgan ekan, общий. 5% cashbackdan 4,5 millionga keyin 22 ming cashback bo'lgan ekan. Bormi hozir shu? Ha, 22 ming cashbackingiz bor ekan hozir. Yaxshi. Bu normalmi? Bitta naskiga bor. Ha. Ishlatgansiz-a bunda? Yana. Ha, bo'pti, Justdan chiqamiz. A few moments later. Tak. Ha. Bu yerda menimcha faqat o'zi Instagramda. Instagramda tayyor turibdi. Kiringlar deb. Directly boshda 5 ta odamni ko'ramiz, a. Shu joyda like bosib qo'yinglar. Polni ketib cho'qinganlarimcha. Like bosishinglar bilan biz Instagram. Davay. Bosdinglarmi? Kutamiz. Hali bosishmadi. Voy. Davay. Tushinglar pastga tushinglar, kutamiz. Shunda bosib olaylik bo'ldi. Bo'ldi, ketdi. Aziz. Voy, sizni bu личный akkauntingiz. Личный akkauntingizni ko'ramiz. Mayda boshdan Aziza. Kim u Aziza? Bitta qiz, hali yaxshi tanimayman lekin. Endi tanishyapsiz. Endi tanishyapmiz. Javohir Hakimov. Ha, boya, короче, storiesiga rasmga tushirdim. Ответка qo'yapti. Тоже нормально. Tanimaysiz o'zi. Ya bu Javohir gruppi личный аккаунт. Ha, to'g'ri. Samandar Valiyev. Ha, og'aynam boya no'sco urganlarni maqtanib men rasm tashlayman. Mamuna qara, Miroj bor-ku, uyga kiradigan joy bor-ku. Uy ichida poylab turgan ekan. Bo'ladi asfaltda. Yetar, normalniy. Ignorant qilib qo'ysa, kezga. Endi men yoshlik kerak. Nima bu? Nalmayapti. Muscha. Avada o'zi bilinib turibdi, avada. Bu dugonam. Dugonangizmi to'shni? Qiruvlaydingmi? Ha. Kuda, yuribman-da. Yuribman-da, davrim surib, ota-onamning nima edi? Davridami? A few moments later. Vay! Ezoz. Mana 9-10 uxlab, 6:30-7 da turaman vashi. Вообще, eplab olmayapti. Necha turishyapti? Disiplina shirkanlar. 6-7 da turib. Yura ichida tashlab qo'yibdi. Такой моржик tashlaydi aka. Ne morjik bo'tdi, bitta gol seshtiydi endi. Не сыпьте. Voy. Voy. Menda endi 14 da, unaqa narsadan bilmayman. Tushunmayapman, короче. O'shanga bo'sh tashlab olgan. Dati. Не сыпьте соль на рану, пожалуйста. Nima debdi? Sen ruscha so'rasan, ha? Не сыпьте соль на рану, пожалуйста. Tipa anaqaga ranaga tuz sepmaylar deyapti-da. Yaraga tuz sepmaylar. Yaraga tuz sepmaylar deyapti-da. Endi biz nabarat sep qo'yamiz. Tushundim. Bir chindan tuz. Bir chindan sindur qadrini qatdan bilarding. Bu yerda uni qizu odam yo'q ekan, hammasi blogerlar, verifikatsiya, ana galchkali bolalar. Faqat galchkaliklar. Sizda ham galchka necha pul to'layapsiz? Menga o'zi bergan Instagram. Voy, men qiz konsert o'ynaganini ko'rganman. Abi, o'qisang o'lasan deganmi? Men chatga kirmayman buni. Ha. Birinchi storiesizni ko'ringlar. Aka-ukaga ham? Ha. Voy, topamiz ham hozir. Unda chiqamiz bo'ldi arxivdan. 1 hour later. 15-da mana qo'yilgan ekan.
Bu ham YouTube'ni reklamasi. 10 mingta bo'lgan. Ссылка tashlab. Mana ko'ryapsizmi? O'sha paytda meni ham birinchi videom 10 mingta yig'ganda, sizni ham videongiz hozir 10 mingta yig'di. Demak, bu yog'iga otib ketadi. Xudo xolasa, xudo xolasa. Bu normalni. Voy, Toshkentda eng qimmat avtomobillar sotadigan avtosalonni qidiryapmiz. Buni akam qo'yib yuborganlar. Yomon narsa bo'lib qolibdi. Pinterestda olgan. Ya Google'da olgan sizlarga. Mana lekin biz Facebook ekan. Voy, Toshkentda eng qimmat. Ne ikkita qo'yib qo'yganlar tushunmadim. Bilmadim. Endi Instagram 2022-yil. 2022-yildagi prevyuli. Tipishni, Burger. yangi prevyu yoqdimi? Mana buni sharoit ekan. 2022 qaytarib qo'yganmiz. Shunaqa. Yosh paytingiz ekan, qarang. Yosh Yosh ekan, 17 yosh o'tdi. Biling. Socham zo'r ekan, boshqacha. Kalta elangan. Voy, Shohrux. Shohrux. Mo'yka paytlari. Juda ham yosh bo'lgan ekanlar. Sochlari ham boshqacha bo'lgan ekan. Ana. Yeyaptimi nimadir kelaycha. Biz yeyotgan bo'lsak o'tirib turibdi. Assalomu alaykum. Qo'l mana qilib bo'lardi. Eyyo deb boshlab. Eyyo. Ana oldin YouTuberlar mana shunaqa eyyo derdi. Nimadir yasab olgan paytlar. Sizlar bilan nimadir? Eyyo. Ko'rgan. Tutsam edi. De. Qana telefon, iltimos. Prodyuser. Voy. Dugonang, a? Shohrux akam dugonalari. Voy. Hammamiz ham dugona. Butun xalq dugona. Kameraga qayr. A few moments later. Men bu narsani bilaman nima degan. Captions the next team. Voy, Steam inventaringizni ko'ring. Bitta ko'rish kerak. Yaqinda sotib tashladim. Tashladingizmi? Bitta perchatka bilan Hop, kalashim bor. eng qimmat inventaringiz necha pul bo'lgan? Yig'ilib qolgan hamma skilllar. Nima skilllar bo'lgan? Akkaunt ban olishimdan oldin o'sha akkauntim 850-900 edi. $900 $1000 yetmasdi. price. Hozircha. Ya hozir yangi akkaunt ochganingizdan keyin ana tipa eng pikiga chiqib qoladi. Skill yig'ilib yurmadi deb qoladi. Oqlarim bilan full yig'ganimda, patoklarim bilan yig'ganimda 1,5 mingga yaqin bo'ldi. 1,5 mingga chiqdi. Hozir sotib tashlagansiz. Ha, hozir sotib tashladim. Hozir nima bor? Hozir bitta oq perchatka qo'ygan. Uni hozir Steam ham anaqa bo'lib qolgan nima edi? Bez VPN ishlamaydi. Yo'q, kod bo'lib qolibdi-yu. Ko'rasizmi? Извините. Siz uni buni qo'ying. Qancha yutqazdingiz skillda tushib ketganida? Perchatkam 350 edi. Pichog'im 200 edi, 550 edi. Pichog'imni yaqin 8000 mingga sotib yubordim. 8000. Va hisoblab ko'ring qancha. Necha pul edi o'zi pichoq? To'g'risini ayting. Mani mashinam bor, g'irt boyi bo'lasan, pastda Rolls Royce turibdi. Я скрывал, что я миллионер. Sizlarni tekshiryotgandim. Blink ko'ramiz, Blinkda kimlar bor ekan? Nechta odam borligini ko'ring. Butun Toshkent bor. Yo, nechta odam borligini ko'ringlar. O'qishda bor. Musa. Yangi yo'lda kim bor ekan? Shohrux ekanmi? Bu qo'shnisi Rustam aka. Voy, men yangi ariq qatli buli. Kim qatdi? Вообще областlarga ketib qoldik. Oho. Kontaktingizni 5 ta eng populyar odam kontaktini ko'ramiz, nomerini ko'rsatmaymiz. Kimlarni eng kontaktingizda populyar odam? Men o'zim ko'rsatamanmi? O'zingiz ko'rsating. Jahongir Latipov. Voy. Jahongir Latipov nomerlari bor. Sizlarga chiqsanglar. Jahongir aka связь. Da. Yana To'xtang, men o'zim yozsam ham bo'lar ekan. Bo'lar ekan-ku. Subyektiv ko'ramiz. Subyektiv nomeri bormi? Yo'q ekan-ku. Jamshidxon ekanmi? Ana, Jamshidxon aka Ziyoxonov. Ibachatko. Out in the street, they call it murder. Can rock, can put the thugs and can put. Pound up in a van back, it in a van bag, your knapsack, it in a your backpack. This melody your girlfriend. Kim kerak? Tak. Kimni nomeri kerak? Amoxonning nomerini ko'rish uchun bitta like bosib qo'yinglar, slip qilib yuboramiz. Ketdi, shundoq. Havachinikini streamda slip qilib yubordim, shundoq. Shundoq streamda. Telegramda qilib. 400 ta odam o'tibdi-da streamda. Shundoq nomerini tashlab yubordim-da. Bo'pti, mana shu joyga like bosib qo'yinglar, Amoxon nomerini ko'rsatamiz. Sanashamaydi. Spam qilib tashlaylar. Amoxonni просто nomerini ko'rsatamiz, kontakt borligini ko'rsatamiz.
Like bosinglar. Bo'pti, like bosinglar, kutamiz. Davay, Podpiskani bo'ling. tashlaylik, davay. Tezroq bo'linglar. Turaveramiz. Bosmayapti, qarang. Ayting boshsin. Like bosib yuboringlar, tabratik. Sizlardan hech nima ketmaydi-yu. Shuncha kontent qoldi. Radnoylar biladnoylar. Bosish kerak-da buni. Ha, bo'pti. Omonxon. Ammo ham bor. 5 ta qo'yibsiz, 24-da 5 minutda javob tashabsiz. Alo dedim-da. Bitta propishni ham tushibdi. Ha, bo'p turadi. Bo'p turadi. Kamol. Kamol Qahhor. Kecha gaplashdik. Kamol aka. Kim yana? Azimchik. Azimchik ham bor. Ikkitalab bor. Noyer. Said Amir bor. Nabiyev. Nabiy! Nabiy ham bor. Voy. Populyar. Qizlardan qidiringlar. Davay. Tak. Birinchi bo'lib dudoshkani qilamiz. Ana dudosh. Rasmlar ham chiqib Alohida, keldi. alohida. Voy. Yuragimda saqlayman. Voy, dudosh. Sevaman. Marjona, ko'rasanmi akangni Monsensiz. Bo'pti, o'chiramiz. Paymiga kiramiz. Gol. 1 2 A few moments later. Shok xabar. Aka oyiga 2 million 250 ming so'm ishlatgan ekanlar bu oyda. Nishiyman, pulim yo'q. Nimaga unaqa kam? ko'p nalichka yuradi-da. Karta Ya, marta oxirgi payt hech kim такой pul такой kam. Kam bo'lib qoldi. Kam, Oxirgi ha, paytda kam. kontent kamayib ketdi. Endi Siz o'zingiz sekin yo'lga tushib olish kerak. Private chiqib olish Xudo kerak, xolis, bratlar. xudo xolis. no, bu yerda rostdan karim bilan ishlatgansiz bu oyda. Endi noyabr, endi nechinchi sana? 15. Ha, o'sha yarimi. Yarim. Yarimi. Ha. Ertaga 48 million tushadi, sana. No, o'zi tipishniy, normalniy, agar o'zi mana почти shunaqa ishlataman. Расходga mashina ketadi. O'zi o'rtacha ana normalniy ketib. To'g'risini aytaman, bu oy faqat nashli ishlatdim degan. Nashli ishlatdim. Faqat nashli ishlatdim. Va Dollar maydalar. o'zi menda ham ko'p kartadan ishlatmay, ana kimgadir tashlash kerak bo'lib qolsa tashlayman. Yo'q, men ko'p kartada ishlataman. Ko'p karta ishlatardim, lekin shu Shu yaqin oy- orada shu dollar maydalaganim uchun faqat so'm bo'lib qoldi, nalichka bo'lib qoldi. Bo'pti, anaqa 1 yil оборот deb qo'ydim. Ko'ring, ko'ring. 1 yil оборот. 151 million 392 ming. Qani, shuncha bir, qani. 10 ming dollar. 10 ming. 10 ming dollar. 10 ming dollar. Qani? Qani. Skype ishlatgan storisini ayting. 10 ming dollar. Menimcha, Bir bir yil, odam 10 bir ming yil, dollar aylanadi. bir yilda ishlatadi, menimcha. 10 ming dollar ishlatib qo'yadi. Kartadan aylanib ketadi 10 ming dollar. Shunaqa, shunaqa. Boshqa ko'radigan narsamiz ham qolmadi menimcha. Shunaqa. Videoni tugatsa ham bo'ladi menimcha. Yoqqan bo'lsa, like bosib, obuna bo'lib qo'yinglar. Agar shu video 1000 ta like bo'lsa, qaysi bloger bilan chiqamiz keyingisida? O'zingizlar kommentariyaga yozib qo'yinglar. Eng ko'p like yig'gan kommentariyadagi blogerni obzorni olishadi. Yo desa ham men o'zim gaplashib beraman. Hammaga rahmat. Like boshqa sizlardan chiqmasin.